Siz tasvirlarda ko'rgan holat viloyatning Pastdarg'om tumanida sodir bo'lgan. Tuman mas'ullari va viloyat ishchi guruhi bilan birgalikda manzilga yetib bordik. Ko'rib turganingizdek, aynan mana shu joyda avtomobil ballonlari, ya'ni shinalar yoqilgan holati aniqlangan. Tungi paytda 3-4 marotaba xodimlar ishchilar tomonidan bu holatga yo'l qo'yilganligi ma'lum qilindi. Oqibatda atrof muhitga jiddiy zarar yetgani aniqlandi. Eng achinarlisi, bunday holat birinchi marta kuzatilmayotgani ma'lum bo'ldi. Badbo'y hidga to'yinib qolgan hududni ishchi xodimlar tozalashga kirishib ketdi. Tutab yotgan olov, chala yongan shinalar o'chirildi. Ma'lum bo'lishicha, shinalarning yoqilishiga sabab chorva uchun yemish tayyorlash bo'lgan. Bizlar o'zimiz ham xabarimiz yo'q, bu ishchilarimiz shu yemlarni chorvachilik uchun pishirayotgan bo'lgan. 3 marta ham 4 marta yoqqanda bundan buyog'ini olib qo'yamiz, gazda bo'ladi, hammasi qonuniy bo'ladi. Qonunni belgilangan tartibda dalolatnoma tuzilgan. Biznes ombudsmanga hozir biz xat chiqardik. Biznes ombudsmanni ruxsatiga ko'ra bu yerga o'rganish ishlari boshlab yuboriladi. Unga qadar dastlabki birinchi bosqich o'rganishi o'tkazildi. Manzildagi muammo faqatgina shinalarning noqonuniy yoqilishi yoki havoga tarqalayotgan zaharli tutun bilan cheklanmaganiga guvoh bo'ldik. U yerdagi veterinariya sanitariya holatlari hatto bor desa degolik ham emas. Tasvirlardagi yaroqsiz go'shtning holatidan tabingiz xira tortadi. Atrofda esa 20 ga yaqin qo'riqchi itlar mavjud. Nima bor bu yerda, nima parvarishlanyapti, nima bilan shug'ullaniladi? Mana ichkarida shu qanaqa narsasi yo'q, mana O'shani ko'rmoqchiman. Lavazimingiz nima bu yerda? Ben ish qilmayman, prosta yuraman shu. Dastlab o'zini tadbirkor, keyin esa hech kim emasman deb tanishtirgan shaxs yolg'on axborot berib, bu yerda faqat ot, mol va qo'y boqiladi dedi. Ammo yolg'onini mas'ullardan yashirilgan binodagi cho'chqalari fosh etib qo'ydi. Boqiladi, cho'chqa ham boqiladi. Cho'chqa bormi? Ha, bor. Nima uchun inkor etyapti ko'pchilik? Qanday imkon yo'q? O'zingiz ishchilaringiz tan olmadi, to'g'rimi? Cho'chqa ham bormi? Yo'q. Mol bor, qo'y bor. Tegishli shaxslarga nisbatan huquqiy choralar qo'llanilishi belgilandi. Holat yuzasidan tegishli tartibda o'rganish ishlari olib borilmoqda. Ekoreydlar viloyat bo'ylab davom etadi. Nozima Karimova, Sherzod Rashidov, Samarqanddan.